Makiyaj qilishdan oldin har doim yuzimni iliq suv bilan yuvib olaman, chunki uyda ham yuzimga namlantiruvchi surib yuraman. Mana shu namlantiruvchini surib yuraman. Makiyajdan oldin ham ba'zidan oldin ishlataman yuzimni namlantirish uchun. Keyin qoshimga Too Faced shunaqa fiksatorini ishlataman. Zo'r turib beradi. 90 ming, lekin puliga arziydi qizlar. Qoshimizni oldin pastga, keyin tepaga ko'tarib olamiz. Baza bilan shu tonalkani oldim. Endi ishlatib ko'raman, lekin yuzimga yaxshi yotdi. Nam sponjik bilan tonalkani yotqizib olamiz yuzimga. Qoshimni tagini ham shunaqa kistichka yordamida ajratib forma chiqazib olamiz. Qoshimni shunaqa ten bilan bo'yayman. Qizlar burasi zo'r ten, boshqasini olmaylar, maslahat bermayman. Bunaqa to'q bo'lib ketmaydi. Yuzimizga nam sponjik bilan tonalka yotqizib olamiz. Ikkita yanog'imga burnim ustiga shunaqa highlighter suraman. To'qroq ten surdim. Tenga shundoq qilib ozgina qoqvorsangiz zo'r yotadi, to'q bo'lib ketmaydi. Ko'zim bundoq uch tarafiga shunaqa yaltirab turadigan oq ten suraman. Ko'zimni ichini qora qalam bilan bo'yab olaman. Ko'zimni teni qorasini yopish uchun shunaqa surishga sinoyish qolibdi. Labimga shu uchalasini suraman. 2 xil kiko, bitta qalam, ikkita uchini ajratib olib, oralarini to'ldirib chiqaman shunaqa. Chetlarini bo'yab olgandan keyin ichini bo'yaymiz. Birinchi bleskli kiko, keyin matvi kikoni labimga surib olaman. Xuddi shu tushni suraman, menga yoqadi. Makiyaj qotiradigan shunaqa spreyni sepdim. Makiyajimga 10 balli sistemadan necha ball berdingiz?